Akalar assalomu alaykum, tuzimsizlar. Valerda nimasi menga yoqadi deymi? Valerda bitta narsasi yoqadi. Mana qilib kech qolganingizda kaptarkada yopilmasa ham qo'ymasda. Shuni tomonlama zo'rda qaranglar. Mana. Kaptarlarimiz xohlasa tuxumga harakat qilishyapti. Yopib qo'yasiz. Hali qolib ketdi, bunaqa bo'ldi deb xavotir olmasdan o'shanisi yo'q, hamada. Sizlarda ham shunaqami? Kech payt uchib ketib qoldi. Mana bo'ldi, mishq qo'yiladi degan muammolar yo'q, xudoga shukr. Mana kaptarlar. Qashay tashib qopti endi sal bitta qilib. Voy, kesdemasan. Tuxum qo'ymabdi lekin. Bechoralamda ko'chadan kelsam, ertalabga borib, mashinalar bilan mononar ko'chada bo'ladi, tashqarida bo'ladi, so'ppayib. Modalari yo'qlarda. Mono chiqmaydi-yu, lekin turbachida ham modasi yo'q. Lekin mashina o'zi tashqarida bo'ladi. Bechoralarda jupi yo'q. Buni jupi mayog'ida pastga tushibdi. Mo'la qaranglar, juplashganmi? 7 oydan beri endi juplashdi uni moda. Orqaga qo'shdi moda. Buni jupi qaranglar. Yepilegan. Bular ham ko'rsayman par. Pat yopish qopti. Bundoq qo'pchiklar. Mana, qashay tashyapti ekan. Mana qaranglar. Telefonim o'ynab ketdi qoldi. Mana moda. Voy do'st, ushlashyapti. Va deydi. Mana yakka parvoz moda. Jonivor. Qashay tashibdi. Ko'ringlar. Mana. Bu o'yinchilar. Bular qashay tashimabdi hali. Qora chig'ining ichida toshi bor shu modani. Oq toshi bor. Ko'z moda. Bular tashimabdi-da. Mana modayim sal toshib qo'yibdi, bitta ikkita mana. Bir gap bo'lar endi deydi-yu, xudo xolasa sovuq tushgan. Buni ularimiz ochadi xudo xolasa. Mana chil tanidinglarmi?